Qamchibek Tashev ishdan ketdi. Do'stlar, Qirg'iziston Milliy davlat xavfsizlik qo'mitasi raisi Qamchibek Tashev sog'lig'idagi ba'zi muammolar tufayli Germaniyada davolanmoqda. Shu sababli Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov raisni vaqtinchalik iste'foga chiqardi. Xo'sh, Qirg'izistonda samarali xizmatlari bilan hurmat qozongan Qamchibek Tashev Qirg'izistonning keyingi prezidenti bo'ladimi? Sadir Japarov Qamchibek Tashevni 2027-yil 24-yanvarda Qirg'izistonda bo'ladigan prezidentlik sayloviga yaxshilab tayinlanib olishligi uchun ataylabdan ishdan oldimi? Bu mish-mish gaplar hozirda o'zini rasmiy tasdig'ini topgani yo'q. Shu o'rinda ta'kidlab o'tishim kerak. Bugun 10-fevral O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov bilan telefon orqali suhbat qildi. Suhbatda davlatlar o'rtasidagi do'stlik, yaqin qo'shnichilik va strategik sherikchilik munosabatlarini yanada yaxshilash haqida gapirilgan.